Assalomu alaykum. 30-mart kuni alohida parvarish qilingan uzum tokini ko'rsatgan edim. Juda ham ko'p savol berilgan. Hosilni yaxshi yetishtirib olmaydi, o'tin bo'lib qoladi. Yana keyingi ko'rinishini ham qo'ying deganda, mana o'sha videoni qo'yib kelyapman. Xo'p, qarang. Bitta shoxdagi hosil. Umumiy mana shu bitta tutdan 3 ta shox chiqqan, keyingisidan 4 ta. Har bittasidagi boshlar. Sal yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana keyingi tup alohida bilan ko'rsatyapman. Hop, bundan 5 ta shox chiqqan ekan. Hop, bunisidan ham 4 ta shox. Mana uzumlari. Nisbatan sal kichikroq bo'lgan. Hop, mana keyingi uzumdan bitta balg'ari qilib ko'paytirishga tayyorlanibdi. Hali kichkina. Nisbatan boshlari kamroq ekan bunisida. Mana endi ham umumiy ko'rinishi. Uzum juda ham ko'p tukkan. Hosil juda ko'p. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, juda hosil ko'p. Mana yo'lni ko'rinishi, yo'lni to'sib tashlagan deganda mana yo'l. Bu uy orqasidagi joy. Mana yo'l, bungacha o'rtada ariq bor, qanchadir joy bor, mana manzara qilingan. Hop. Keyin juda ham bari ko'payib ketadi deb yozilganlar ham bor ekan, mana. Bariga kontakt qilingan. Juda g'olib ham ketgani yo'q. Agar hosilni yetishtirish susaysa, misol kamaytirsa ham bo'ladi.